nuqta bo'lishi kerak edi. U buni fransuzlarga qarshi o'yindan ancha oldin aytgandi. Ammo Ankel fikrini o'zgartirib, terma jamoa libosida yana maydonga tushishini aytdi. U hozir 37 yoshda, lekin kuchi va energiyasi hali uzoq vaqtga yetadigandek. U Juventusdan so'ng uni ilk bor Yevropaga taklif etgan Benficaga bordi va u yerda uni lissabonliklar katta mehr va muhabbat bilan qarshi olishdi. Shu bois Di Mariya yana 2 mavsumni Portugaliyada o'tkazdi va o'sha davrda u terma jamoasi bilan yana bir bor Copa Amerikani qo'lga kiritdi. So'ngra u o'z vatani Argentinaga qaytib, Rosario Central sharafini himoya qilishni boshladi. Uning yurtiga qaytishini ham muxlislar chiroyli qarshi olishdi va uni hatto ko'z yosh to'kishga ham majbur qilishdi. Hozir u jamoa safida 37 yoshda ham muhim o'yinchilardan biri bo'lib turibdi. Jamoasini chempionlik sari qadam tashlashiga yordam bermoqda. Oxirida esa siz Di Mariyani yana ko'proq sevib qoladigan kichkina bir mulohaza. Argentinalik yigit Lissabonga ketayotganda 19 yoshida o'zining 6 yaqin do'sti bilan bir xil tatuirovka qildirgan edi. Unda shunday yozuv bo'lgan: Pedriyelda tug'ilish mening hayotimda yuz bergan eng yaxshi voqea bo'lgan va bo'ladi. El Pedriel uning tug'ilib o'sgan shahri, Rosario tumanlaridan biri. U yerda uni mashina urib ketay degandi. U yerda u ko'mir to'la qoplarni ko'targan. O'sha paytda futbolchi bu tatuirovkani qilayotganda 15 yildan keyin yana bir tatuirovka soniga jahon kubogini ulkan sovrinni chizdirishni tasavvur ham qilmagan bo'lsa kerak. Ehtimol uning hayotidagi eng baxtli lahza Qatar finalda bo'lgandir. Ammo o'sha lahza bo'lmasligi ham mumkin edi. Agar u Rosario shahridagi bolaligiga otasining futbolchi bo'lish istagi, onasining qat'iyati va shifokorning bu g'ayratli bolani futbolga berish kerak deb aytgan muhim maslahati bo'lmaganida.